Yo'q, sanammas, oyim aytuvdilar. Shu vafli chiqqanidan beri menga tinchlik yo'q. Bolalarim oyjon oliylik, pul chiqarkan, biz ham yutiylik. Har kuni so'rayvergandan oxiri zakaz qildim. Birinchi o'rinda aytaman, puliga stoyit ekan. To'g'risini aytvoman sizlarga. Nima deb o'ylaysizlar, pul chiqdimi, yo'qmi? Agar olib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, sizlarda pul chiqqanmi, nima chiqqan. Okay? Xo'p. Bu vaflini mazasiga keladigan bo'lsak, meni yoshligimni eslatdi bu vafli. Boshida bizada juda ham ko'p stikerlar chiqdi, tilaklar chiqdi va ko'rasizlar hozir qizimning emotsiyasini. Qizimda pul chiqdi, dollar chiqdi bizada, 5 mingtalik, 50 mingtalik, 2 mingtalik pullar chiqdi. Oxirida qo'yaman qancha pul chiqqanini. Bemalol farzandinglarning xursandchiligi uchun olib xursand qilsanglar bo'ladi.